Motor S16 avtomobillari shunaqa chiroyli avtomobillar, oldidan ham orqasidan ham, ichlari ham juda ham komfort. Bugundan boshlab O'zbekistonga olib kirib bo'lmaydi, rastamoshka qilib bo'lmaydi, gaydan оформление ham qilib bo'lmasa kerak menimcha. Chunki Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bu avtomobillarga butunlay zapret qo'yildi, imенно Leapmotor S16 larga. Nima sabab? Test jarayonida bu avtomobillar o'zidan ko'p nurlanish chiqargan bo'lishi kerak. O'sha dokumentda ko'rsatilgan shunaqa avtomobillar o'zidan ko'p nurlanish chiqargan. Bu nurlanish kardiostimulyatori bor odamga zarar tegishi mumkin yoki yo'l chekkasida turgan radarlarga yoki harbiy har xil uskunalarga, radarlarga yoki aeroport oldidagi uskunalarga ham zarari bo'lishi mumkin yoki больница oldidagi har xil tibbiyot uskunalariga ham zarari bo'lishi mumkin. Shu bilan birga menda qo'shimcha savol bor. Bu avtomobillar shunaqa narusheniyasi bor ekan. O'zbekistondagi chiqarilayotgan avtomobillar ham shunaqa testlardan o'tganmi? O'zbekistonda chiqarilayotgan kir mashinalar, elektro uskunalar, televizor, elektromagnitniy, elektro mikrovolnovkalar o'shalar testdan o'tganmi? Yoki bu очередной yoki navbatdagi monopoliyami? Bu savollarga kim javob beradi? Bu avtomobillarning taqdiri nima bo'ladi endi? O'zbekistonga ko'plab olib kirilgan, rastamoshkada turibdi yoki rastamoshka qilib bo'lib sotuvda turgan avtomobillarning taqdiri nima bo'ladi?